Ibn Qoyyim Javziy boshiga bir ish tushgan bandani qiladigan duosini 3 qismga bo'ladi. Bir insonga musibat tushdi. Duo qiladi. Duosi boshiga tushgan musibatdan ko'ra quvvatliroq bo'ladi. Shunda duo musibatni daf qiladi. Ikkinchi holatda qilingan duo insonni boshiga tushgan ishdan ko'ra quvvatsizroq bo'ladi, musibat duoni yengib qo'yadi. Uchinchisi, duo ham, musibat ham barobar bo'lib qoladi. Bu ikkalasi qiyomatgacha kurashadi. Osmondan balo tushishligini Alloh taolo taqdirga yozib qo'ygan. Qiyomatgacha balo yog'adi. Lekin bu baloni daf qiladigan duoni ham Alloh taolo taqdir qilib qo'ygan. Demak, boshiga ish tushgan odam Allohga qilayotgan duosi qanchalik quvvatli bo'lsa, bu duosi ana shu baloni daf qiladi. Endi qanday qilib duo qilishlik siz bilan o'zimiz ixtiyorimizdagi narsa ekan. Duo qilinaversin, chunki bu duo ibodat deb aytayapti Alloh taolo. Duo qilinglar, men ijobat qilaman deydi. Quyidagi hadis hasan hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: La yughni hazar min qadarin. Hazar qadardan to'smaydi. Diqqat qilaylik. Hazar degani ehtiyotkorlik degani. Sabablarni qilib qo'yish degani. Qadar degani yozib qo'yilgan narsa degani. Ya'ni yozib qo'yilgan narsani sodir bo'lishi, yozib qo'yilgan narsani hazar ehtiyotkorlik sababini qilishlik to'sa olmaydi. Siz seyfingiz, eshigingizdagi signalizatsiyasiz, mashinangizga qo'ygan baqir-chaqiringiz bu sabab musibatni qaytarishlikka. Lekin bu sabab qadarni o'zgartirmaydi. Va duo yanfa'u mimma nazala va mimma lam yanzil. Duo tushgan musibatga ham, ya'ni tushgan narsaga ham, hali tushmagan narsaga ham foydasi bor. Ya'ni insonning boshiga bir musibat tushganda duo qilar ekan, albatta foydasi bor duoda. Agar tushmagan bo'lsa, hali kelayotgan bo'lsa, duo qildimi, unga ham foydasi bor. Demak, aytdik-ku, duo mo'minning quroli dedik. Dinning ustuni dedik. Osmonlar va yerning nuri dedik. Balo kelgan bo'lsa ham duo qilsa foydasi bor. Hali balo kelmasdan turib duo qilsa ham foydasi bor. Va innal bala la yanzilu fayalqahu du'a fayatalijani ila yawmil qiyamah. Albatta balo tushguvchidir, uni duo to'sguvchidir, qiyomatgacha bu ikkalasi olishib turadi. Mana yuqoridagi hadisda yana bir takror keladi. Duo nozil bo'lgan narsaga ham, hali nozil bo'lmagan narsaga ham foyda yetkazadi. Keyingi o'qiydiganimiz hadis bu Imom Ibn Mojaning sahihlarida keltirilgan, musnadlarda keltirilgan hasan hadis. Rasululloh aytadilar: La yaruddul qadara illa duo. Qadarni faqatgina duo qaytaradi. Boya aytdik-ku, sababni qilishlik, ehtiyotkor bo'lishlik yozib qo'yilgan narsani to'sa olmaydi. U bizni faqat qalbimiz bir taskin topishligi uchun o'sha yog'och deyib qo'yamiz eshigimizga yoki bir ilmoq ilib qo'yamiz eshigimizga yoki qandaydir otni bog'lab qo'yamiz. Bu qalbimiz taskin topish uchun qilinadigan sabab. Sabab ehtiyotkorlik yozilgan narsani qaytarmaydi. Endi nima qaytaradi? Duo qadarni o'zgartiradi. Ibn Umar roziyallohu anhu duo qilar ekan: Parvardigor, hammamizga ma'lum hadis, onasini qornida banda 120 kunga to'lgan kuni farishta keladi, peshonasiga yozib qo'yadi o'tgan narsasini. Rizqini, ajalini, amalini va baxtli, baxtsiz bo'lishini. Enasini qornida turganda kim baxtli, kim baxtsiz yozib qo'yilgan. Ibn Umar duo qilar ekan: Parvardigor, agar meni kitobimga baxtsizlardan da yozib qo'ygan bo'lsang shu kunda 120 kunga to'lgan kunimda, uni o'chirib tashab baxtlilar qatoriga meni qo'shib qo'ygin deb duo qilar ekan. Ibn Umarning qilgan mana shu ishidan, mana shu so'zidan shuni tushunamizki, duo qadarni o'zgartirar ekan. Bir insonni peshonasiga Alloh taolo faqirlikni yozgan bo'lsa, Allohga tinimsiz ilhohlik bilan duo qilar ekan, bu faqirlikni Alloh ketkazadi. Alloh bir bandani boshiga musibatni yozgan bo'lsa, ilhoh bilan, tinimsizlik bilan duo qilar ekan, Alloh taolo mana shu musibatini ketkazadi. Demak, darsimizni boshiga qaytamiz. Duo mo'minning eng quvvatli quroli. Yana nimasi zo'r duoda? Tahoratli bo'lish shart emas.
qiblaga qarab turishi shart emas. Yon boshlab olib duo qilsa ham bo'laveradi. Eng asosiysi qalbdan chiqsin, ilhaq bilan chiqsin, ijobat bo'lishiga ishonib duo qilaylik. Duolarimiz ijobat bo'ldi, birodarlar. Qadarni faqat duo o'zgartiradi. Wala yazidu fil umri illa al-bir. Umrni esa faqat yaxshilik ziyoda qiladi. Qaranglarda, odamlarga zulm qilib, bilagiga quvvat to'lganda, qo'lida mansab bo'lganda, odamlarda haqqini yeb, tajovuz qilib, haddidan oshganlarda tezda juvonmay bo'lib ketganligini ko'rasiz. Va aksincha, uzoq umr ko'rgan oqsoqollarni, qari onalarimizni qarasangiz, hayotida birovga bir ozor yetkazmagan bo'ladi. Birovga faqat bir halimlik, odamlarga foydasi tekkanligini ko'ramiz. U bir yilda 2 marta iftor qilib turib, ehson qilib turib, chollar haqqingizga umring uzoq bo'lsin deb qo'ygan bilan uzoq bo'lib qolmaydi umr. Bu yerda o'zi zolim bo'lsangiz. Xalqqa yaxshilik yetkazing, umringiz ziyoda bo'lganligini ko'rasiz. Chunki payg'ambarimiz aytayapti. Umringlarda ziyoda bo'lishini xohlasanglar, odamlarga yaxshilik qilinglar. Oxirgisi va banda, ya'ni bir kishi o'ziga keladigan rizqni qilgan gunoh tufayli yo'q qilib qo'yadi. Qaytaramiz, inson o'ziga kelayotgan mo'l-ko'l rizqni gunoh qilib turib hayotida shu rizqni o'zi yo'q qilib qo'yadi. Hamma narsa o'zimizga bog'liq. Qarang, hadisda qadarni faqat duo o'zgartiradi. Bu ham o'zimizga bog'liq. Umrni faqat odamlarga yaxshilik qilishlik ziyoda qiladi. Bu ham o'zimizga bog'liq. Hamda kelayotgan rizqimizda barakotli bo'lish bo'lmasligi ham o'zimizga bog'liq. Xulosa qilamiz darsimizga. Duo mo'minning eng quvvatli quroli. Duo dinning ustuni. Duo osmon va yerning nuri. Inson ilhaq qilib, yanini Parvardigoriga yolborib so'rar ekan, albatta duolari ijobat bo'ladi. Inshaalloh keyingi suhbatda duo haqidagi darsimizni davom etkazgan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.